Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi variant 8-variantni analiz sintez qismiga yetib keldik. Unday bo'lsa, birinchi testni ishlab tahlilni boshlasak. Noto'g'ri fikrlarni toping. Mahmud Mirzayev va uning shogirdlari meva va rezor mevalarning 200 ga yaqin navini yaratdi. Bu jumla to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, Abdukarimov kartoshkaning Samarqand 3 navini yaratdi. O'rtoqlar, bu Samarqand 3 bu g'o'za navi. Samarqandni o'zi bo'lsa edi, Samarqand deb jumlani o'zi kelsa edi, Samarqand kartoshkaning navi hisoblanadi. Abdukarimov o'zining shu adashmasam Samarqand viloyatidan bo'lgan o'zini viloyatiga moslab shu Samarqand deb nomlagan. Bu ishni yaratgan qoramol zoti 1949-yilda urchitila boshlagan, ya'ni ko'paytirila boshlagan. Bu jumla ham to'g'ri. Mashhura Mavloniy achitqi zamburug'larni o'rgandi. Haqiqatdan ham Mashhura Mavloniy achitqi zamburug'larni o'rgangan mikolog olima ayol hisoblanadi. Javob bizda demak noto'g'ri javob deyilganligi uchun bu javobni tashkil qildi. Xo'p, ikkinchi testga qaraydigan bo'lsak, quyidagi ketma-ketlikda mos keluvchi nimalarni topishimiz kerak? Qatorni topishimiz kerak. Mos keluvchi qatorni toping. Ko'p yillik daraxt, keyin 1 yillik, keyin buta bo'lishi kerak. Shirinmiya ko'p yillik, to'g'ri. Soxtakashdan daraxt, to'g'ri. Sigir quyruq 2 yillik chiqib ketadi. Javobimiz andis ko'p yillik, to'g'ri. Saksovul daraxt, to'ppa-to'g'ri. Sho'radoshlar oilasiga kiruvchi. Machin 1 yillik o't, to'g'ri. Ligustrum buta, to'g'ri. Javob B o'xshaydi. Nimani? D javobni ko'rib chiqsak. Qamish ko'p yillik, to'g'ri. Bodomcha daraxt deyilyapti. Bu bodom daraxt bo'ladi. Bodomcha chiqib ketadi. Baliq ko'z keyin 3 qat berilgan. Xo'p, kiyikot ko'p yillik, baobab daraxt, qalampir 1 yillik, kovrak buta emas. Kovrak ko'p yillik, ziradoshlar oilasiga mansub bo'lgan o't hisoblanadi. Xo'p, bizda javob shunda B javobni tashkil qildik ikkinchi testimizda. Uchinchi testni analiz sintez qismi bilan davom qilamiz. Xo'p. Tak. Quyidagi berilgan hayvonlarga xos xususiyatlarni toping. Leishmaniya, nursumonlar xususiyati berilgan bizda. Leishmaniya bilamiz, xivchillaga mansub, yomon yara kasalligini qo'zg'atuvchi, terini biriktirish to'qimasida parazitlik qilib, yuz va qo'l terisida uzoq vaqt tuzalmaydigan yomon yara, leishmanioz degan kasallikni keltirib chiqaruvchi organizm edi. Nursumonlar tarkibida SiO2, ya'ni qum skeleti nursumonlar. Qumning formasi qisqacha shu ko'rinishda edi albatta. Dengizda yashovchi soxtaoyoqlilarga mansub bo'lgan organizmlarimiz edi. Skelet qoldiqlari metallarni silliqlashda, haqiqatdan ham metallarni silliqlashda biz nima? Jilvir qog'oz deydi kitob tilida. Shu jilvir qog'oz bu tarkibida qum bo'lganligi uchun foydalaniladi. B ga olamiz buni. B qilib ketaman ustiga. Uyqu kasalligini keltirib chiqaradi. Bu tripanosoma ham xivchillarga kiradi, lekin bu yerda tripanosoma yo'q. Ikki bor javobni xohlagan javobdan chiqarib tashlasak bo'ladi. Odam yuzi va ba'zan qo'l terisida uzoq vaqt turolmaydigan leishmaniya kasalligiga xos. Xo'p. Chig'anoq qoldiqlari hozirgi kunda ohaktosh konlari. Ohaktoshni bilamiz, formulasi kalsiy karbonat. Bu foraminifera uchun bo'ladi. Foraminiferalar ham dengizda yashovchi soxtaoyoqlarga mansub bo'lgan hayvon hisoblanadi. 4 ni ham xohlagan bir javobdan chiqarib tashlasak bo'ladi. 2 ni ham xohlagan bir javobdan chiqardik, 4 ni ham xohlagan bir javobdan chiqardik. Javob o'z-o'zidan bizda B javob qoldi. Qolganlariga o'tib o'tirmayman. Tekshirib ketadigan bo'lsa, soxtaoyoqlar sinfiga mansub, haqiqatdan ham to'g'ri, doimiy shaklga ega, u ham to'g'ri. Leishmaniyada doimiy shaklga ega bo'ladi. Kalla skeletida ikkitadan joylashgan suyaklarni toping. Shunday qarab chiqadigan bo'lsak, yuqoriga javob bu 100, pastga javob bu 100. Ensa kalla skeleti bitta, bu yerda javob tepa ikkita, chakka ikkita.
Tepamiz 2 ta, 1 2, chakkamiz 1 2 ta suyakdan iborat bo'ladi. Demak, 4-si javobni tashkil qildi. Tazqaraning nafas qaysi qismida hop karbonatning konsentratsiyasi past bo'ladi? Hop. Qayerda past bo'ladi deydi, ha? Qayerda past bo'ladi? Konsentratsiya past qismlarni topishim kerak shundan. D javobda 3 5 6 berilgan ekan bizda. Xo'p. Bo'lmacha tak. Tasqara qush bo'lganligi uchun keyin sizlar bilan qon aylanish sistemasida bir yurakning sxemasini chizib oladigan bo'lsak, albatta u yerda konsentratsiyasi ko'p qonni ham tasvirlab olsak. Chap bo'lma, chap qorincha, o'ng qorincha, o'ng bo'lma. Bilamiz, chap qorinchaning tarkibida, chap bo'lmachada ikkita vaqali klapan, bu yerda kislorodning konsentratsiyasi yuqori. O'ng tarafimizda esa 3 ta vaqali klapan bo'ladi. Bo'lmacha va qorincha o'rtasida bu yerda karbonatning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Ya'ni bu yerda uje karbonatning konsentratsiyasi yuqori bu yerda. Shunda kislorodniki nima? Qanday? Kislorodning konsentratsiyasi bu tarafda past. Bu tarafda esa karbonatniki yuqori bo'ladi. Karbonatniki past bo'ladi, uzr. Kislorodniki yuqori, karbonatniki past bo'ladi. Endi bizda nima deyilgan? Kislorodning konsentratsiyasi, gazning konsentratsiyasi past bo'ladi. Past bo'ladi deyilgan, yuqori bo'ladigan joyini chiqarib tashlaylik. O'ng bo'lmachadagi qon tarkibida, kislorodning konsentratsiyasi past. Haqiqatdan ham olamiz. O'ng bo'lmachaga keluvchi vena qon tomirida. Haqiqatdan ham o'ng bo'lmachaga keladigan qon tomir pastki kovak vena va yuqori tomondan keluvchi yuqori kovak vena keladi. Buni tarkibida karbonatning konsentratsiyasi yuqori, kislorodniki past bo'ladi. Buni ham olsak bo'ladi. Chap bo'lmachaga keluvchi vena qon tomiri. O'rtoqlar, chap bo'lmachaga keluvchi qon tomir bu o'pkadan chiqib keladi. O'pkadan chiqib turgan o'pka venasi bo'ladi. O'pka vena. Buni tarkibida kislorodning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. 3 bor javobni chiqaraman. D javobimizda ham 3 berilgan. D javob ham, B javob ham ketdi shunda bizda. Miyadan qon olib keluvchi qon tomirda. Bilamiz, miya yurakdan tepada joylashgan a'zo bo'lganligi uchun miyadan qon olib keluvchi bo'ladigan bo'lsa, bu yuqori kovak vena, uni tarkibida karbonatning konsentratsiyasi yuqori, kislorodniki past bo'ladi. Kichik qon aylanish doirasining arteriyalari. Kichik qon aylanish doirasining arteriyasi qayerdan boshlanadi? Kichik qon aylanish doirasining arteriyasi shu yerdan chiqadi. O'pka arteriyasi qayerga boradi? O'pkaga boradi. O'pkada o'pka arteriya. Buni tarkibida bilamiz, nimani konsentratsiyasi yuqori? Karbonatning konsentratsiyasi yuqori, kislorodning konsentratsiyasi past. Demak, bu arteriyalarni ham olib bilamiz ekan. Xo'p, 4 ni ham olib bildik. Xo'p, 3 ni chiqarib yubordik. Xo'p, endi chap qorinchadagi qon tarkibida kislorodning konsentratsiyasi yuqori dedik. Bu yerda 6 bor javobni ham chiqaramiz. Keyin tana muskullarida qon olib boruvchi arteriya qon tomiri. Tana muskullariga qon olib boruvchi o'rtoqlar. Tana muskullariga qon olib borish jarayonida uni tarkibida kislorod va oziq modda olib boradi. Uni tarkibida kislorodning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Javob bizda A javobni tashkil qiladi. Qon aylanish sistemasi bu yerda nimani aytib o'tib ketdim? Hozir bizda tasqara berilgan odamniki bilan bir xil bo'ladi. Faqatgina chiqish joyi farq qiladigan edi. Uni ham bir takrorlab o'tsak. Deylik, hozir shu sxemada sut emizuvchi va tasqara qushi, ya'ni qushlarning qon aylanish sistemasini yurak markaziga yurgan yurak tasvirlanadigan bo'lsa, chap qorincha, ikkalasida ham chap qorincha sut emizuvchilar. Sut emizuvchi qush, sut qush deb yozib qo'ydim. Sut emizuvchida chiqib turib, chap qorinchadan aorta qon tomiri chiqib turib, chap tomonga ketib qoladi, chap tomonga. Shuning uchun ham chap aorta ravog'iga ega deydi. Qushlarda esa chiqib turib o'ng tomonga ketadi. Shuning uchun ham o'ng aorta ravog'iga ega deyiladi. Qolgan hamma joyi absolyutni o'xshash hisoblanadi, deyarli. Xo'p, demak bizda A javobni tashkil qildi, keyingi testga o'tamiz.
Xo'p, bizda K, L, M, N va T. Quyidagi reaksiyalarga kelsak, KLN aminokislota ekanligi ma'lum. Deydi, shulardan xo'p, qaysi biri to'g'ri dedim. M dipeptid va uning tarkibida tuzilish peptid bog' aloqasi mavjud. Haqiqatdan ham M dipeptid va bu dipeptid tarkibida dipeptid bo'lishi uchun ikkita aminokislota qo'shilib turibdi, K bilan L. T molekulyar og'irligi T'ning molekulyar og'irligi KLN ning umumiy molekulyar og'irligiga teng hisoblanadi. Haqiqatdan ham bu jumla ham to'g'ri hisoblanadi. M va T hosil bo'lishganda suvsizlanish, haqiqatdan ham disaxarid hosil bo'lganda bu yerda dipeptid hamda tripeptid hosil bo'lganda suvsizlanish reaksiyasi ro'y beradi bizda. Nimalarning aminokislotalarning hosil bo'lishida bilamiz, tak. Ushbu ko'rinishda aminokislota bo'ladigandi va misol uchun ammoniy gruppasi yana HH hamda SS. Xo'p, bu yerda R hamda H keyin OH. Peptid bog'ining hosil bo'lish mexanizmi mana ikkita aminokislota bo'ladigan bo'lsa, ikkita aminokislota deb oladigan bo'lsak, shu ikkita aminokislotadan karboksil guruh tarkibidagi OH va amino guruh tarkibidagi H hisobiga bir molekula H2O chiqib ketadi. Natijada uglerodni bitta qo'li ochiq qoldi mana, hamda azotni bitta qo'li ochiq qoldi. Molekulyar og'irligi 14 hamda 12 bo'lgan, ya'ni azot va uglerod atomlari o'rtasida peptid bog' hosil bo'ladi bu yerda. Demak, 3-jumla ham to'g'ri hisoblanadi. T'ning sintezi paytida hosil bo'lgan bog'lanishlar soni suv molekulasining soniga teng hisoblanadi. Haqiqatdan ham T hosil bo'lishi uchun ko'rishlaringiz mumkin. T hosil bo'lishi uchun M ga bir molekula N qo'shilgan mana. M ga N qo'shilgan. Qo'shilish jarayonida chiqib ketgan suv molekulasining soniga teng. Haqiqatdan ham bitta peptid bog' hosil bo'lgan. Bu yerda hamma jumla to'g'ri bo'ldi. Endi bu yerda hamma javob to'g'ri degani yo'q ekan, faqatgina javoblar ko'pini olib ketaveramiz endi. Javob qanoatlantiradi menimcha. Keyingi testga o'tadigan bo'lsak, 7-testimiz masala ekan, uni javobini tashlaymiz guruhga. 8-testga keladigan bo'lsak, manfaatli majburiy. Eslangizda bo'lsa, uni eslab qolishni aytgandim. Mutualizmdagi m va oxiridagi m, boshidagi manfaatli majburiy. Manfaatli lekin majburiy bo'lmagan bo'lsa, protokooperatsiya hisoblanadi. Protokooperatsiyaga misol qilib aytishimiz mumkin, asalarilar bilan deylik g'o'zani. Asalari g'o'zani changlatsa, g'o'za uchun ham foydali, asalari o'zi uchun ham foydali hisoblanadi. Asalari asalni yig'adi, g'o'za esa hosil oshadi. Lekin asalari g'o'zani changlatishga majbur emas. Ya'ni majburiy bo'lmaydi. Ikkalasi ham lekin qanday? Plus. Bu ham plus munosabat turiga kiradi. Javob C javobni tashkil qiladi bu yerda. Xo'p. 8-C ekan, 9-testga o'tdik. Qaysi yo'sinlar qaysi jihatlari bilan boshqa yuksak sporal o'simliklardan farq qilmaydi? Farq qilmaydi degani nima degani? O'xshash degani. Jinsiy bo'g'inida rizoidlarning bo'lishi. Haqiqatdan ham funariyani rizoidi, ya'ni jinsiy bo'g'imda rizoidi bor. 40 bo'g'imda ham, 40 quloqlarda ham jinsiy bo'g'imda rizoidi bor. O'tkazish to'qimaning rivojlanmaganligi yo'q. Bu faqat yo'sin uchun xos. Yo'sinda faqat o'tkazish to'qima va ildizi yo'q. 2 bor javobni chiqaramiz. Hayotida jinsiy bo'g'in ustunlik qilishi yo'q. Sporal o'simliklarimizda 40 quloq 40 bo'g'imlarda jinsiz bo'g'in, ya'ni sporofit bo'g'in ustunlik qiladi. 3 bor javobni ham chiqarib yuboramiz. Sporadan shoxlangan yashil ipchalarning hosil bo'lishi. Sporadan yashil shoxlangan ipchalarning hosil bo'lishi ham faqat yo'sin uchun. F deb yozib ketdim.
Gametofiti poya bargli bo'lishi. Gametofiti misol uchun qaraymiz. Yo'sinda mana rizoid, barg va poyasi bor. Poya bargli rizoidga ega bo'lgan gametofit. Lekin biz yuraksimon, yashil, yupqa, yuraksimon qilib aytib o'tganmiz. Bu ham gametofit, lekin bunda poya va barg yo'q. Bu kimda? Zuhrasoch 40 qulog'ida, u ham spiral o'sim. Demak, 5-jumlamiz ham chiqib ketadi bizda. Javob avtomatik javob qoladi. Birni to'g'ri degandik, 7tani aytib o'tadigan bo'lsak, urug'lanish suvda amalga oshishi. Haqiqatdan ham urug'lanish funariya yo'sinida ham, yo'sinlarda ham, 40 quloqlarda ham, 40 bo'g'imlarda ham nimada? Suvda amalga oshadi. Faqat xilchillarning soni bilan farq qiladigan edi. Yo'sinlarda hamda 40 quloq, 40 bo'g'imlarda. Demak, javobimiz A javobni tashkil qildi. Keyingi testimizni tahlil qismiga o'tadigan bo'lsak, immunologik metod hozirda nima maqsadda foydalaniladi? Immunologik metod hozirgi kunda nima maqsadda foydalanadi? Xo'p, tushunarli. Immun tizimini irsilanish xususiyatlarini o'rganishda haqiqatdan ham to'g'ri. Antropogenetikada 10-sinf kitob bo'yicha tushib turgan test. Xromosomada ko'rinadigan darajada o'zgarishlarni o'rganishda xromosoma to'plamidagi ko'rinadigan darajada. O'rtoqlar, bu sitogenetik. Bilamiz, sitogenetik metod yordamida qaysi mutatsiyalarimiz genom, eslab qolamizmi, xromosoma mutatsiyalarini o'rganiladigan edi. Ya'ni shunday o'zgarishlar o'rganiladigan edi. 2 bor javobni chiqaraman shundan. Gemolitik kasallikni oldini olishda haqiqatdan ham gemolitik kasallik bu eritrositlarning vaqtidan oldin yorilishi, endi uni turlari hamda irsilanishi va hokazo tashqi faktorlar, ichki faktorlar tufayli kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Gemolitik kasallik haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, eritrositlar o'zi normada 4 oy, ya'ni 120 kun yashaydi. Shu 120 kundan oldinroq yorilishi va hokazolar ham gemolitik kasallikka misol bo'ladi. Yoki qon rezus faktorlarni to'g'ri kelmasligi natijasida homila ona bilan homilani o'rtasida xromosomadagi nozik o'zgarishlarni aniqlashda bu ham shu. Sitogenetik. Javob bizda A javobni tashkil qildi. Transplantatsiya uchun donorlar. Haqiqatdan ham transplantatsiya uchun donorlar olishda foydalaniladi. Bu kitobning o'zida berilgan jumla. Demak, A javobni tashkil qildi bizda. Avogenezning o'sish bosqichiga mos kelmaydigan ma'lumotlarni aniqlang. Avogenez bundan oldingi variantlarimizda ham aytib o'tgandim. Agar avogenez, spermatogenez, ya'ni gametogenez jarayonida muammo bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizda gametogenez haqida va uni bosqichlari haqida video dars turibdi. Avvalo shuni ko'rib, keyin bu testni ishlashingizni maslahat beramiz. Avogenezning o'sish bosqichi bilamiz, bu ko'payish, o'sish, yetilish, shakllanish. Demak, qaysi bosqich haqida gap ketyapti bizda? Ikkinchi bosqich haqida mos keladiganlarni chiqarib tashlaylik. Interkinez kuzatiladi. Interkinez qayerda bo'ladi? Bu yetilish. Yetilish bosqichida bu xromosomal spirallashadi. Xo'p, interfaza holatida bo'ladi. Yo'q, ikkinchi mos kelmaydi. Har bir xromosoma ikkitadan xromatidaga ega. O'sish bosqichidagi to'plam 2n4s bo'ladi. Ushbu holatni o'qilishi 2 DNKli xromosomaning diploid to'plami. Har bir xromosoma ikkitadan xromatidaga ega. 3 bor javob ham to'g'ri bo'lganligi uchun chiqib ketadi. Hujayra hajmi ortadi. Bu jumla ham to'g'ri bo'lganligi uchun chiqib ketadi. Xo'p, o'sish bosqichida deyarli hamma organizmlarimizda, avogenezda tez ortadi. Meyoz bo'linish kuzatiladi. Meyoz bo'linish qaysi? Yetilish. Yozib ketamiz ustiga. Hujayralarda xromosoma diploid to'plamiga ega. Mana diploidmi? Diploid to'plam. Demak, javob bizda A javobni tashkil qildi. Mos kelmaydigan javobimiz. Endi keyingi test quyidagi berilganlardan tarkibida qaysilari T RNK tarkibida, ya'ni transport RNK tarkibida uchramaydi. Uchramaydini doiraga oldik. Dezoksiriboza uchramaydi albatta. Fosfat kislota qoldig'i bor. Xo'p. Sistin aminokislota nima qilsin? Uchramaydi. Riboza bor.
Fosfat kislota qoldig'i bor dedi. Chiqib ketdi. Riboza bo'lganligi uchun 4 ni ham chiqarib yuboraman. D javob ketdi. Prolin aminokislota, tiamin. B1 vitamini, timin nukleotid. Bilamiz axir. Tiamin yo'q. Uratsil обязательный bo'ladi. 7 bor javobni chiqardik. Sitazin ham обязательный bo'ladi. Demak, javob bizda A javobni tashkil qildi. Keyingi testga qaraydigan bo'lsak. Masalami deyman. To'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. Yo'q, bu ham oddiyroq savol ekan. Ko'rib o'tib ketamiz undan. To'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. 89 ta peptid bog'iga ega bo'lgan oqsil sintezida qatnashgan informatsiya RNKda. Xo'p, 89 ta peptid bog'i degani bittaga oshadigan bo'lsa, necha aminokislota degani? 90 ta aminokislota degani. Bitta aminokislotadan nechta nukleotid bo'ladi? 3 ta nukleotid. Demak, bundagi nukleotidlar soni 93 ga ko'paysa 270 bo'ladi. Bizda to'g'ri ma'lumotlar deyilganligi uchun bir bor javobni chiqarib tashlaymiz. 210 ta nukleotiddan iborat informatsiya RNKdan sintezlangan oqsil molekulasida 70 ta aminokislota bo'ladi. Bu to'g'ri, haqiqatdan ham hozir bitta aminokislota 3 ta nukleotidni kodlasa, 210 ta nukleotid bo'ladigan bo'lsa, aminokislotaning soni 210 ni 1 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsak, 70 ni beradi. Ikkinchi to'g'ri, birinchi xato. 120 ta riboza molekulasi bo'lgan informatsiya RNKdan 39 ta peptid bog'li oqsil hosil bo'ladi. Haqiqatdan ham bu ham to'g'ri. Ya'ni birdan aminokislotadan 3 ta nukleotid kodlasa 40 ta aminokislota chiqadi. Bitta peptid bog' kam bo'ladigan bo'lsa 39. Shunda 2 3 hozircha bizda to'g'ri bo'lib turibdi. 2 3 bo'ladigan bo'lsa javob shunda A javobni tashkil qildi. Keyingi testga o'taman. Birinchi bo'lib o'simliklarni hayotida muhit omillari ahamiyatga ega ekanligini bu 11-sinfda berib o'tilgan Aleksandr Gumboldt tomonidan aniqlangan hisoblanadi. Xo'p, ikki xil guruh formulaga ega bo'lgan lolasimon, ya'ni necha urug' pallali? Bir urug' pallali, magnoliyasimon necha urug' pallali? Ikki urug' pallalilarni toping deydi. Makkajo'xori lolasimon ikki xil guruh formulaga egami? Haqiqatdan ham ega, sababi changchilik guli bor edi uni, hamda urug'chilik guli bor edi. Xalqasi uchun alohida gul formula aytsak bo'ladi. Bug'doy chiqib ketadi. Makkajo'xori to'g'ri. Bosh piyoz ham chiqib ketadi. Xo'p, keyin ismaloqqa keladigan bo'lsak, 1 yillik 2 uyli. Xo'p, 1 yillik 2 uyli bo'ladigan bo'lsa, mana uy alohida. Misol uchun bunda urug'chilik guli, bunda changchilik guli. Bu uchun alohida gul formula, bu uchun alohida gul formula beramiz biz. Demak, shunda bizda javob A javobni tashkil qiladi. Shu yoqqa keladigan bo'lsak, shu yoq bargi patsimon bo'lingan qo'qotosh loylasiga mansub bo'lgan O'zbekistonda 39 turi bor bo'lgan qo'qotoshlarning vakili edi. Unda esa bir xil formula va ikki xil guruh formula emas. Xo'p. Tak, bizda keyingi test, 16-test. Quyidagi jadvalga mos keluvchi javobni aniqlang. Gul tuzilishi, keyin nav. E'tibor qilamiz. Changchilar gul toji baklarini qo'shishdan hosil bo'lgan nayga o'rnashgan. Xo'p, bu yerda endi qaysi tuzumdoshlar? Doshlar vakilni navi turish kerak. Nav turish kerak. Qaranglar, bangi devona nima qilyapti bu yerda? Bangi devona nav emas-ku. Xo'p, yovvoyi uzum ham nav emas. Tur u. Qolganlari nav adashmasam. Endi changchilar va urug'chilar qalpoqqa o'xshab o'rab turadi. Bu uzum. Toktoshlar emas, uzumni navlari. Faqat uzum uchun xos. Changchi iplari qo'shilib urug'chani o'rab turadigan bu gulxayridosh. Endi tak. B javobimizda qirmizi turibdi, to'g'ri. A javobimizda Samarqand turibdi. Kartoshkani navi Abdukarimov nomidan birinchi testimiz edi, yodlaringizda bo'lsa.
yaratildi. S javobimizda Sulton turibdi. Demak, javob B o'xshaydi. S, D javobini tekshirib ko'ramiz. Abidov turibdi, Abidov. Bu Gulxayridoshlarga kirmaydi, chiqib ketadi. B javobda Sohiba turibdi. B javob nima? O'zim to'g'ri. S javobda Yulduz turibdi. To'g'ri. A javobda Umid turibdi. Umid g'o'za bo'lganligi uchun chiqib ketadi. Bizga tuzumdoshlar vakili kerak. Demak, javobimiz bizda bu javobni tashkil qildi. E'tibor qilishlaringizni so'rayman. Javoblar berilgan payti A bittasida B birinchi kelgan, bittasida S birinchi kelgan, bittasida joylar almashib ketgan. Shu joylarga ham kichik detallarigacha, mana bu nav deyilgan joylarigacha e'tibor qilinglar. Demak, javob bu javobni tashkil qildi. Keyingi testga o'tamiz. 17-test. Xlamidomanada ulutrik zuhrasoch uchun mos keladigan, xos bo'lgan jinsiy ko'payish shakllari to'g'ri ketma-ketlikda berilgan. Xlamidomanada heterogamiya, ulutriksda izogamiya, zuhrasochda esa ogamiya bo'ladi. Heterogamiya, izogamiya, ogamiya. Javob B javobni tashkil qiladi. Bu 10-sinfda berilgan ma'lumot. 18-masala ekan bizda. Uni ishlanishi guruhga tashlanadi. 19-ga o'tsam. Sinf sistematik birligiga mos keluvchi javobni aniqlang. Sporallar sinf, sarkodallar termini 11-sinfda berilgan. Bu sodda bo'lib ketdi. Soxta oyoqlilar. Soxta oyoqlar sinfina to'g'ri keladi. Ya'ni amyoba, foraminifera yoki bo'lmasam nursumonlarning vakillari. Koralpoliplar sinf, bo'shlig'ichlar tip. Bir pallalilar demoqchi bo'lgan bu yerda sinf, yaschualchanglar tip. Xivchillar sinf, to'garakchualchanglar tip. Shunda bizda javob A javobni tashkil qildi. Birlamchi siydik haqidagi noto'g'ri ma'lumotlarni topishimiz kerak. Demak, birlamchi siydikning miqdori bizda qancha bo'ladi endi? Adashmasam, 98,5 litr yoki foiz deb berilgan, endi 100 litr deb berilgan. Bu qayta so'riladigan, ya'ni birlamchi siydigimizni qayta so'riladigan miqdori bu. Qayta so'riladigan. Birlamchi siydikning miqdori o'zi qancha litr edi? 100 litrni tashkil qiladi. Noto'g'ri ma'lumotlarni olishimiz kerak. Tarkibda oqsil moddasi mavjud emas. Bu jumla to'g'ri, haqiqatdan ham oqsil moddasi mavjud emas. Sababi Shumlyanskiy-Bowman kapsulasining ichidagi shu yerdan filtr bo'lib o'tmaydi. Sababi oqsil yirik molekulalar bo'ladi. Endi patogen holatlarda o'tishim ehtimoli bor. 98,99 vena tomirlariga qayta so'riladi. Bu jumla ham to'g'ri. Hozir aytib o'tdik mana. Tarkibida mochvina, kreatinin mavjud. Haqiqatdan ham to'g'ri. Buyrak kosachasidan jomga o'tib to'planadi. Buyrak kosachasidan jomga o'tib to'planadigan siydik bu ikkilamchi siydik hisoblanadi. Bizdan birlamchi siydik haqidagi jumla so'ralgan. Javob D javobni tashkil qildi. 21-chi. Xo'p, bu ham masala ekan, ishlanish guruhga tashlanadi. 22-ga qaraymiz. Nuqtalar o'rniga mos javobni aniqlang. Transpozon bilamizki, ko'chib yuruvchi genetik element, ya'ni DNK bo'lagi deb yozib qo'yaman, bo'lagi. Transmissiv plazmidimiz esa bu ham shu DNK ga o'xshaydigan halqasimon shakldagi plazmid edi. Tarkibida aminokislota saqlaydi. Hech qaysi tarkibida aminokislota yo'q. Tarkibida antibiotikga chidamli gen saqlaydi. Tarkibida antibiotikga chidamli genini saqlaydi. Transmissiv plazmid. Transpozon transmissible kabi deb yozib turibdi bu yerda. Bu ham chiqib ketadi. Barcha demoqchi bo'lgan edi. Barcha pirimid asoslari. Pirimidinga nimalar kiradi? Adenin, sitozin, timin, uratsil. DNK bo'lagi bo'lgandan keyin bu ham DNK bo'lagi, ikki zanjir, bu ham DNK bo'lagi, ikki zanjir. Tarkibida barcha, ya'ni uratsil bo'lgan. Monomeri fosfodifir bog'lar yordamida bog'langan. Haqiqatdan ham monomerlar fosfodifir bog'lar yordamida bog'langan bo'ladi. Transpozonda shu DNK bo'lagi bo'ladigan bo'lsa, fosfodifir bog'lar soni nukleotidlar sonidan 2 taga kam bo'ladi. Masalan, n-2. Bunda esa nukleotidlar sonini n desak, fosfodifir bog'lar soni ham n bo'ladi. Sababi halqasimon shaklda bo'ladi. Shu joyga adashmaymiz. Demak, javob D ni tashkil qildi. Keyingi test.
23-testga qaraydigan bo'lsak, rasmda keltirilgan A bu organizm uchun to'g'ri fikrni aniqlang. Amyoba hamda bu yerda bir hujayrali, lekin koloniya bo'lib yashovchi nima berilgan? Volvox berib o'tilgan. Soxta oyoqlar tipiga, soxta oyoqlar tip emas, sinf. Hujayra ichidagi bosimni me'yorlashtirib turuvchi organoidi bor. Haqiqatdan ham hujayra ichida bosimni me'yorlashtirib turuvchi vakollari bor. Qisqaruvchi vakol bosimni me'yorlashtirib turishini aytishimiz mumkin. Xo'p, keyingi sodda hayvonlar tipi vakili. Sodda hayvonlar tipi vakili. To'g'ri bu ham. Bu javob menimcha. S va D javobni tekshirib ko'radigan bo'lsak. Hujayra qobig'i yo'q deyilgan. Hujayra qobig'i yo'q. Hujayra qobig'i pektin yo'q. Pektin bo'ladigan bo'lsa, nastokka o'xshatishyapti uni, nastok emas. S javob chiqib ketadi. Heterotrof usulda oziqlanadi, parazit organizm. Amyoba uchun to'g'ri, bu qismi noto'g'ri. Demak, javob B javobni tashkil qildi bizda. 24-testga e'tiborlaringizni qaratsam. Xo'p, 24-da nima dedi? Jigarning ichki sekretorlik, bilamiz jigar 1500 gram, ya'ni 1,5 kilo keladigan ichki sekresiya funksiyasini hamda tashqi sekresiya funksiyasini bajaruvchi eng yirik bez edi organizmdagi. Ichki sekresiya funksiyasini bajaradigan bo'ladigan bo'lsa, bu nima? Gem moddasini ishlab chiqaradiganda, tashqi sekresiya o't suyuqligi bo'ladigan. Xo'p, qonga gem va boshqa moddalarni ajratadi. Ya'ni bu yerda gem plus geparin nazarda tutilmoqda. Sababi geparin. Bu nima? Jigarda ishlab chiqarilib, qonni ivimasligini, qotib qolishini oldini olib turuvchi modda edi. Demak, javob S javobni tashkil qildi bizda. 25-chi. Buyrak darvozasi, buyrak jomi, siydik yo'li va qovoq haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. Buyrakning arteriya nervlari, xo'p, buyrak darvozasi. Qisqacha shu ko'rinishda aytadigan bo'lsak, mana bu joyi buyrak jomi. Bu yerni o'zi esa buyrak darvozasi. Siydik yo'li bu yerdan chiqadi. Qovoqni bilamiz, chanoq bo'shlig'ida joylashgan. Buyrakning arteriya hamda nervlar kiradi. To'g'ri, yog' kletchatka o'rab turadi. Haqiqatdan ham buyrak jomini shu joyida yog' kletchatka biriktirish to'qimadan iborat bo'lib o'rab turadi uni. Xo'p, qorin devori bo'ylab joylashgan. Qorin devori bo'ylab pastki tub qismiga tushib ketadi. To'g'ri. Qovoqda tub qismida, ya'ni qovoqning 3 qismi farq qiladiganda o'rtoqlar, cho'qqi, tana hamda tubi, pastki qismi. Tub qismida kelib turib ikkita teshikcha bor edi. Tub qismida yana bitta teshikni qayerga? Siydik chiqarish kanali, siydik chiqarish nayi ochiladiganda bitta bo'ladiganda u ham, ya'ni 1, 2, 3 ta teshikcha mavjud bo'ldi. Menimcha javob A javobi o'xshaydi. S va B, C, D javoblarini tekshirib ko'ramiz. Botiq tomonda joylashgan chuqurcha, to'g'ri. Buyrak darvozasi, buyrak kosachalari siydik undan o'tadi, to'g'ri. Silindr shakldagi naycha, to'g'ri. Bu siydik yo'li haqida gap ketyapti. Siydik yo'li bilamiz qancha? Nechta son? 2 ta. Siydik chiqarish yo'li bo'ladigan bo'lsa, bitta bo'ladi. Xo'p, qorin devori bo'shlig'ida yo'q. Chanoq bo'shlig'ida joylashgan bo'ladi qovoq. Bu javob chiqib ketdi. Xo'p, S va D javobni tekshiradigan bo'lsak, buyrakning arteriya venalari kiradi. Yo'q, vena chiqadi, S javob chiqib ketdi. Buyrakning ichki bo'shlig'ini bilan tutashgan nefron so'rg'ichlariga uchi ochiladi. Qovoqning tubiga ochiladi. Devorning o'rta qavati silliq muskuldan tashkil topgan. Devorning ichki bo'shlig'i bilan tutashgan. Yo'q. Ichki bo'shliq bilan emas, tashqi bo'shliq bilan tutashgan bo'ladi. Javob A javobni tashkil qildi. Temir atomi gemoglobinda joylashmagan. Bu yerda nima haqida? Halqali chuvalchanglar haqida gap ketyapti. Halqali chuvalchanglar bilamiz, evolyutsion jihatdan qonlash sistemasi ilk bor paydo bo'lgan organizmlar hisoblanadi. Ularda temir atomi bo'ladi. Qonun tarkibida faqat gemoglobinda joylashmaydi. Bilamiz, odamlarda alfa, beta, ya'ni jami 4 ta gemoglobin zanjiri bor edi. Alfalarimizda 141 tadan
Bettalamizda 145 tadan aminokislotalarga ega edi va har birida qanchadan? Bittadan temir atomi bor edi. Bu eritratsit deb oladigan bo'lsak, eritratsit ichidagi gemoglobin. Demak, eritratsit ichidagi gemoglobinimizda 2 xili, bittami 4 ta zanjiri bor edi. Bu odamda endi. Demak, qalqali chuvalchanglarga xos xususiyatni oshirgan. Proteinefridlarga ega. Yo'q, ularniki metanefridiy bo'ladi, 2-3 ochiq bo'ladi. Proteinefridning 1-3 ochiq. Birinchi javob chiqib ketdi bizda. Yurak 2 kamera. Yurak nima qilsa bo'ladi? 2 bor javob ham chiqib ketadi. Xo'p, yopiq qanash sistemasiga ega. To'g'ri. Ichagi burma shaklida bo'lib, botiqliklarni hosil qiladi. Bu ham to'g'ri. Terisi orqali nafas oladi. To'g'ri. Nerv sistemasi zanjir tipida. To'g'ri. Jig'ildonga ega. To'g'ri. Bosh miya deyilgan. Bosh miya nima qilsin unda? Demak, bizda S javob ham chiqib ketdi. Javob D javobni tashkil qildi. 4, 5, 6. Ichagi burma hosil qiladi. 5, 6. To'g'ri. Xo'p, keyingi testga qaraydigan bo'lsam, bo'g'im oyoqlar tipi vakillari uchun xos bo'lgan ma'lumotlar berilgan qatorni toping. Tashqi skeletga ega bo'lib, u polisaxariddan tuzilgan. Haqiqatdan ham xitim modda polisaxariddan iborat bo'ladi. Yuragi 2 kameradan. Xo'p, birinchi to'g'rilik, yuragi 2 kameradan iborat. Yo'q. 2 kamerali yurak baliqda bo'ladi, o'rtoqlar. Plus nima? Suv shillig'i. Suv shillig'ida bo'ladi. 2 bor javob chiqib ketadi. Xo'p, zanjir tipida halqumas nerv tugmalaridan iborat. Chayonlar o'pka orqali nafas olib, tuxum qo'yib ko'payadi. Yo'q, tuxum emas, tirik tug'adi ular. 2 bilan 4 bor javobni chiqaramiz. Qaranglar, 2, 4, 2. Demak, javob A javob qoldi. Qolganlarini tahlili shart emas degan umiddaman. Xo'p. Yigirma 8-testga keldik. Ko'kashi so'tlar uchun xos bo'lgan ma'lumotni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi hujayrasida ko'k pigmentdan tashqari boshqa rangli pigmentlar ham mavjud. Meyoz bo'linish kuzatilmaydi. Heterotrof, yo'q, heterotrof emas, avtotrofku. Xo'p, keyin. Xo'p, bu nima bo'ldi endi? Demak, A javob chiqib ketdi. Fotosintez mahsuli sifatida oqsil donachalari to'planadi. Oqsil donachalari to'planadi, to'g'ri. Kitobda berilgan ma'lumotimiz bu hujayralar vakillari xirokok kiradi. Yo'q, ko'p hujayralar emas, bu bir hujayralar bo'ladi. Demak, bir javob ham chiqib ketdi. Fotosintezlash xromatoplazmaga ega, to'g'ri. Epsom vakillari gormonlar ajratib ko'payadi, tuproq hosil bo'lishda ishtirok etadi. To'g'ri. Javob C bo'ladi, o'xshaydi. Endi erkin azotni o'zlashtiradi, to'g'ri. Xususiyatiga ega, energiyasi energiya mitoxondriya yo'q. Mezosomalarda energiya hosil qiladi. Javob C javobni tashkil qildi bizda. 29-ga qaraydigan bo'lsak, viruslar A javobda, B javobda nimalarni? Bakteriyalar qo'zg'atadigan kasalliklarni topishimiz kerak. Xo'p, A javobda qizamiq, ensefalit, qizilcha virus, ko'kyo'tal, qichima yo'q. Bu qichima har xil kanalar, bitlar to'g'risida ham kelishi mumkin. Qichima kana masalan uchun. Gepatit to'g'ri, o'lat noto'g'ri bakteriya tomonidan uzr chiqib ketadi. Virus quturish ensefalit. Kuydirgi ichburuq bo'g'ma. Javob C javobni tashkil qildi. Xo'p, D javobda qizilcha to'g'ri, gepatit to'g'ri, quturish, gidrofobiya to'g'ri, bezgak chiqib ketadi. Sabab bezgak plazmodiysi tomonidan keltirib chiqariladigan edi. Bezgak plazmodiyisini bilamiz, eritrosit hujayralarining ichida yashaydigan edi. Bug'doyning g'o'zaga o'xshash va farqli xususiyatini toping. Ya'ni bug'doyning g'o'zaga o'xshash va g'o'zadan farq qiladigan. Demak, bug'doy uchun xos xususiyatni olishimiz kerak. Mevasi quruq. Haqiqatdan ham don meva quruq hisoblanadi. Bu o'xshash xususiyat A da turishi kerak. Javobda turibdi. Birlarimiz chatnaydigan meva hosil qiladi. Yo'q, chatnaydigan mevani g'o'za hosil qiladi. Bug'doyning mevasi chatnamaydi, don meva. Demak, 2
G'o'zaning bug'doydan farqli xususiyati. Bizdan bug'doyning g'o'zadan farqli xususiyatini so'ralgani uchun ikki hamma javobdan chiqib ketadi. Shunda javob bizda A javob qoldi. Tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Barglari parallel tomirlangan. Bu farqli xususiyat hisoblanadi. Bargi bandsiz bug'doy bu farqli xususiyat. To'pguli murakkab deyilgan. Bilamiz, g'o'za to'pgul hosil qilmaydi, bir dona guli bor. Ya'ni gullarning yig'indisi bu to'pgul edi. Bu farqli xususiyat. Bug'doyniki esa murakkab boshoq. Murtagidagi ildizchasi asosiy ildiz hosil bo'ladi. Murtagidagi ildizchadan asosiy ildiz hosil bo'ladi. Bu o'xshash xususiyatiga olinganmi bizda? Asosiy ildiz hosil bo'lib, u o'sishda davom qilmaydi. Urug' pallalari ikkita. Bu umuman g'o'zaning nimadan farqli? 8-javobni ham chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. 8-ni chiqarsak 2 marta B javob chiqib ketdi. D javobga qaraydigan bo'lsak, 4. Bargi bandsiz. Bu bargi bandsizligiga o'xshash emas-ku. Bu javob ham chiqib ketdi. Demak, javob 30-da A javob bo'ldi. 8-variantning tahlil qismi shundan iborat edi. 9-variantni ko'rishguncha xayr.